Fermer akalar endi tilni bir qarich qilib yuraveringlar akalar. Suvdan vashi muammo bo'lmaydi, bitta manaqadan olsalaring. Xullas, vashi optim joyda Qo'qonga kelganmiz. Mana shu turishini qancha dedik ukam? $750 aka. $750. Xohlaganlarga benzin, solyarka, tokka ishlaydigan har xil turidan bor. Videoda hammasini tiniq qilib narxigacha tushuntirib beramiz. Bitta like. Boshladik. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bahor kelyapti. Sezon, yerni, bog'ni tezroq sug'orish kerak. Uning uchun nima qilamiz? Eng yaxshisi bo'lsa svet, bo'lmasa benzinda ham, dizelda ham ishlaydigan varianti bor. Ketdik. Nasoslar olami eng arzoni. Butun O'zbekistonda bulardan arzonni topolmaysizlar deb tinmay maqtanyapman ukam. Xuddi shunday aka. Arzon qilib berasiz. Assalomu alaykum. Xo'p, Qo'qon. Yana o'sha joy Qo'qondamiz. Xohlaganlarga mana shunaqa dinozavrlari bor. Bundan chiqqan suv bitta kanalda ham to'ldirib yuborsa kerak. Aha. 400 tonna soatiga tashlaydi aka. 1 soatda 400 tonna. 400 tonna. Salarga rasxoti 1,5 litr. Aha. Bu radiatorli variant aka. Oldingi safar radiatorsiz variantini qo'yganmiz. Bu yangi keldi, bu. Yangi keldi. Traytorga moslab olsa ham bo'laveradi motorini. Ertadan keyin generator tok-pok chiqarsa ham bo'laveradi. Ho. Ha, shunday hozircha suv kerak bo'lgan kuni suv chiqaradi, tok kerak. Kerak bo'lgan tok ham chiqaradi. Tok ham chiqaraveradi. Qancha bu endi? Bu $750 kampilik, ramapama hamma yo'g'i bilan aka. Mana shu turishi $750. $750. Hozir remindlari bilan. Remindlar. Salerkani qo'yib bitta torsa suv chiqadi. Chiqadi. $750 ga. Starterli variant. Ha, starter bu knopka kalti. Aha. Xo'p, buni o'zi necha pul? Buni o'zi $210 aka. 200 talik kunda. Ha, buni har xil razmerda har xili bor. 100lik, 150 talik. Bitta like endi akalar. Hozir mana bu shuncha motorlarda, suv nasoslarni ko'rsatib beramiz. Hammasini narxi bilan aytamiz. Ukam keyin boshlang. Mana sizlarga men qo'shimchasiga aytaman. Nima bilmayman, China deb qo'yibdi. Mencha farqli yorliq bo'lishi kerak. Bu firmani anaqasi. Sertifikati. Sertifikat, ha. Farqli yorliqmi bu? Farqli yorliq, ha. Enaqa. Aloqaga chiqarasiz, hammasi ishonchli. Kafolati bilan bular, ha? 6 oy hammasi kafolat beriladi. Mana shunda tursin. Boshlavering ukam. Endi mana aka 220 larimiz bor xohlagan odamga. Mana 380 gishlikning 200 talik, 150 talik desmi, 100 talik desmi hammasidan bor. Narxiga keladigan bo'lsak, mana 220, 150 taliklarimiz aka 2 million 100 ming so'm, 2 million 300 ming so'm har xil turidan bor. 3 fazaga kelayotgan bo'lsak, 3 fazalarimiz $380, $250, mana 7,5 kilovatlar $480. Tushunarli. Mana bu 350 taliklari bor aka keyin. 18,5 kilovat $1,900. 22 bor aka $1,300 ga. 18,5. Bu aytilishi bildiradi bo'lsa kelishtirasizlar. Kelishtirib beramiz. 18,5 kilovat bor $1,200. Xolasalar mana 22 kilovat 150 talik bu 40 metr podyomgacha chiqarib beraveradi. Tepaliga 40 metr podyom tepaliga. Narxi kelayotgan $1,300. Go'zal. Mana keyin benzinlilarimiz bor aka. Ha, Tokio joylarga bor. Ha, Tokio joylarga benzinlilarimiz bor. Bular narxi mana o'zi 2 million 600 ming so'm, mana o'zi bor 1 million 600 ming so'm. Undan ham arzoni bormi? Bundan arzoni 76 lar bo'ladi 1 million so'mdan. Vobshe zo'r. 1 millionga ham bor ekan. 1 millionga ham. Keyin mana xohlaganlarga salarkali, starterli varianti bor. Ha. Undan ham qo'yib berasiz. Ha, $480 starter tayyor. Buni kalitsiz varianti bor. $450. Keyin bunaqa nasoslarimiz bor mana. Mana 100 talik 76. Keyin mana toklilar bor ekan. Narxi kelayotganimiz 2 million 400 ming so'm 100 taliga 76 ta. 76 so'z 2 million 200 ming so'm shunaqa arzonlari ham bor. Tushunarli. Xo'p, uylarga ham bor, ha. Mana avtomat nasos ham bor. Ular 580 ming so'mdan har xil aka. $50 ham emas, 580 ming. Qaydadan sochi 700 ming ham sotilyapti-da, akalar. Hammasi garantiyalari bor aka. Kafolati bilan. Bor. Zo'r. Endi uni to'xtab turing. Hozir bu parchaga ham kelamiz. Yer tagidan 100 metrgacha otib beradiganlarini ham ko'rsatamiz. Mana ular 151 metr. Tepalikka otib beradi. Tepalikka otib beradi. Ikkalikka. Ikkaga 150 metr yotadi. Mana ular bor, mana 33 metr yotadi. Voy. Mana ular akalar, qaranglar, mana shu narsalar bizda chiqish kerak o'zi aslida. Tez kunlarda menimcha boshlaymiz. Mana shular mana 55 metr yotadi, narxi kelayotgan bo'lsa $580. 580. Ha, mana o'si bor $480 aka. Mana o'si bor $680. Bular 66 metr shu tepalikka yotaveradi. Nechilikda chiqarib beradi? 100likda chiqaradi. 100likda, ha. Kichkinaroqlari ham bor, 32liklari ham bormi? Kichkinalari baqda mana.
Ha, mana akalar, arzonroqlariga keldik. Mana. Hop. Bular necha puldan boshlanadi? Shu $140 har xil turishiga qarab chiqariladi. Bir kirchatga, ikki kirchatga bo'ladi. Aha. Mana ular va mana. O'sha boya tikkaliklarga bu. 380 bular. Mana ular va 220. Qancha 220 si? Eng arzoni $100. Eng arzoni $100. 1 millionga ham bor. 76 mi u? 50 ta suv chiqaradi. 50 talik u. 76 lar mana ular. Qancha? Ulardan ham arzoni 850 ming so'm. Ag'i turishiga qarab chiqib ketaveradi. Arzonlab qopti narxlari. Aha, mana ular, mana arzon. Qancha ular? Mana shular mana 950 ming 100 talik. 950 ming 100 taliklar. Ha. Shu zo'r. 220 ga? 220 ishlamash pastda hamma qator 220 xohlasangiz mana 200 taligi bor. Oo, bu ham 220 ga Bu ishlaydi. ham 220 ishlaydi. Qancha bu? Buni narxi 2 million 800 ming so'm. U yonidagikicha. Buni narxi $250. 250 dollar. 2 million 800 mingga 250 dollar. Bu firmasiga qarab narxi o'zgaraveradi. Ha, brendiga qarab o'zgaradi. brendiga qarab O o'zgaradi. Ariollarcha. Bu Ariollar 2 million 800 ming so'm. Kirchat bu ham 4 tunaga kirchatkasiga qarab Bir o'zgaraveradi. kirchatga, ikki kirchatga. Og'ziga qarab o'zgaraveradi. Tushunarli. Mana akalar, qarab ko'ryapsizlar, eshityapsizlar. Mana qorachi Schmidtmi, Smithmi deb qo'yibdi. Bular qoralar 1,5 million. 100 talik, paployli, suv tugasa. Bu yangi kelibdi bular. Bularga ham kafolat bormi? Ha, hammasiga 6 oy garantiya bor. Zavodskiy defektiga keyin qolganiga servis beradi. Ha, tushunarli. Mana akalar, suv nasoslarni ham, toklilarni ham hammasini aytib o'tyapmiz. Endi bittadan laykni bosib qo'yaveringlar. Bunaqa sentrabeznilar bor ekan. Mana shularni ham ko'rsataylik. Mana ular $130, mana ular $140. Turishiga qarab chiqaveradi. Shimji firmaniki deysizmi? Ha, shimjilar qancha chiqyapti? Shimjilar $210 aka. $210, zo'r. Mana nimalarki tokli nimalarcha? Toklilar bular 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 mingdan. Buni uyga kachalkaga shunaqalarga mos bo'ladi. Kachalkaga, ha. Tushunarli. Hop, mana bularni ham aytdikmi mana turlari? Mana salarga. Mana tepadagi. Bular qovun nasozlari. Aha. Bular 550 ming. Bu o'sha pishmalarga zo'r tushadi mana ular, ha? Kichkina uyga ishlataman desa, 50-60 metr tepalikka. O'shalar bo'lib yeraveradi, 200 Ha, yeraveradi. Hop. Endi salarka motor bu. Aha. Ana uni 150 taliga qo'yiladi. Ha, bu kichkinaroq. 11 ekan bu. Ha, 11 Hop, nechta litr rasxod qiladi bu? Rasxodi 1,5 litr Soatiga. Soatiga. Nechta tonna beradi o'shanda suvdan? U shu 300 tonna beradi. Soatiga. Ha, pompasi bilan. Ha, 150 talik. 150 talikda. Tushunarli. Qo'shimcha yana nimadir agar qiyin bo'layotgan bo'lsa, savol tug'ilayotgan bo'lsa, aloqaga chiqsang, tushuntirib berishadi ukalarimiz. Hop. Yana nimalari qolyapti buni? Qaysi turlari qolyapti? Nasozlarda shular. Eng arzonlari mana 76 ni, eng arzoni hozir 950 mingga ham bor ekan. Keyin arami kelishilaveradi. Uni shlankasi ichidami uni? Yo'q, shlankasi oddiy bo'ladi. Shlankasi bilan arzonroq kelishtirib beriladi. Shlankasini o'zi metri qancha turadi? Metri shlankasiniga 9 ming so'mligi bor, keyin 18 mingligi bor, 22 mingligi bor ekan. Mana razmeriga qarab narx o'zgaraveradi. Bu nechilik mana bu? 200 talik. Voy. Hadi. 10 ga tushadi-da bular. Mana ularga. Mana buni ham hamma turidan bor ekan akalar. Mana ko'klari yangi keldimi o'tgan yil? Mana ko'klar ashla 22 ming, mana ular 18 mingdan. Bu nimaga qimmat bu? Bu qalinroq. Ko'proq yil xizmat qiladi. Ko'proq yil xizmat qiladi. Bo'laveradi, manalar ham. Endi qiziqqanlar bo'lsa, marhamat olib qo'yasizlar. Zo'r. Xullas, suv nasosida hamma narsasi bor. Xuddi shunday, tilonsa hammasidan bor. Suvi yo'q xolos. Suvi yo'q xolos. Suvni chiqarib olasizlar akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, endi baribir har doim ko'rsatib o'tamiz, har doim aytib o'tishimiz kerak. Hozir sizlar bilan karcherlar haqida. Karcherlarni ko'rsatamiz. Bular o'sha haqiqiy professional moykalar uchun karcherlar. Kichkinasidan boshlaylik. Buni narxi 3 million 200 ming so'm. Aha. Kampilik hamma yo'g'i bor, suvdan tashqarisiz aytganda. Shlanka bilan keladi. Shlanka bilan hamma yo'g'i bor. Tokka suqadi, suvga o'laydi, ishlaydi. Ishlayveradi, ha. Bunisi-chi? Bunisi ham bir xil. Mana o'zi 380. Aha. 380 ga ishlaydi. Ha, bu 220 da. Bu 220, bu 380. Bu $450. Hop. Texaniki. Texaniki o'sha kafolat qanaqa bularga? Buni zavodskiy defektiga 1 oy, 6 oy servisi bor bularda. 6 oy servisi. 6 oy servisi bor. Yaxshi. Bunisi kattaroq, 7,5 kW, bu 5,5 kW. Aha. Hammasidan bor. Bu qancha kattasi? Bu $550. Tushunarli. Keyin mana kompressorlardan ham bor. Nechtalik bu kattasi ekani? 100 talik. Qancha berasizlar buni? Buni 3 million 650 ming. 3 million 650 ming. 100 talik.
Hammasidan bor. Unisichi? Puli bir xil. Tushunarli. Ha, turishi ham bir xil ekan-a? Bir xil, ha. Bo'ladi. Xo'p, endi qarang, dori sochadiganlarni ham aytaylik, kimdir o'shani kutib turibdi-da. Buni 2 xil, 3 xil varianti bor. Bular 8 ming so'mdan aka, karchili varianti. Tepadagilar. Ha, buni variantidan bor. Ha, uzoqlarga ham sochaveradi. Bu 150 metr shlinkasini qo'yib olsangiz, Voy, sepaveradi. 1 gektarni bir joyda turib sochib Mana olsa 2 million so'm aka. Ha? Pompasi kichkinaroq bo'ladi. Motor bir xil bo'ladi, pompa kichkina. Ha. Mana unda pompa kattaroq 2 million 300 ming so'm. Ammo motor bir xil. Misol mana 150 metrga olib borsa, mana bu bir 70-80 metrga olib boradi. Keyin bu karchilikni yana boshqacha viskasi bor, tashqarida turibdi. Aha. Havoli varianti, u narxi 950 ming so'm. Mana. Ha, manualda 950 ming. 950 ming so'm. Shuna, manualchi. O'zi zaryad qilib, o'zi motori bor, bu buni. 2 xil varianti bor-da. Bu ham qo'lda damlab ketsangiz bo'laveradi, zaryad yo'q bo'lgan joyda ham anaqada Qancha bu? Bular 400 ming so'm Xitoydagi. 400 ming Xitoydagi. Juda go'zal. Xo'p, tashqarida manaqa turlari ham bor ekan. Bu o'ta dahshat. Ichkariga ko'rsatding buni. Yo'q, bu kampiligi o'zi boshqacha motorda qo'yilgan bu. Ha, qanaqasi bu? 92 motorda. Narx qancha, ob'yom qancha suvniki? Buni $1200. 1200 dollar. Bunaqadan kam shekilli oldin ko'rmadim bundan. Yo'q, Endi keldimi? Xuddi shunaqa. Qo'qonda Gidrox degan mana shu do'kon bor akalar. Mana shu yangi bozor druppasidan kirganlaringda 10 qo'lga kelsanglar, mana shu ukalarimiz turadi. Bu nima ekadi bu? Selka bu, makka, Moash, shunaqa narsalar. Lo'ya. 10 xil narsani ekaveradi. zo'r. Qancha bu? Buni narxi 1 million 350 ming. 1 million 350 ming so'm. Mana akalar sizlarga. Xo'p, ko'rsatishimiz kerak bo'lgan narsa pilsoslar narxini bitta ayting. Pilsoslar narxi 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Kichkinalar aka. Ha. Mana ular hammasi 35 litr. Bir xil 35 litr. Ha, просто pulida farqi bor. Mana ular 1 million 400 ming so'm asllar turibdi. Ha, asl. 1 million 400 ming so'm. Mana ular 1 million 100 ming so'mdan. Ha. Keyin Gidroxlar 1 million 100 ming. Ha. Keyin hozir mana unaqalarimiz bor aka. Ko'cha tekkan. Ha, yer to'laydigan bu. Aha. Nechta nasotkasi bo'ladi buni? 3 ta nasotkasi bo'ladi. Narxi 3 xil bo'ladi. 3 xil motorligi bor. Aha. Bu eng qimmati 1 million 600 ming so'm. Hop. 1 million 300 mingga bor. Keyin 1 million 500 mingga bor. Bu eng qimmat ham motori kattasi bu. Ha. Hammasida 3 xil nasotka bo'ladi. Ha, bu o'rtachasi bu. Bu 150, keyin 100 bo'ladi, 200 bo'ladi, 250 bo'ladi. Tanlab olgan berilaveradi. Tushunarli. 3 xildan bittasini tanlaydi. Xuddi shunaqa. Ha, bo'laveradi. Mana shunaqa gap akalar. Kimga optim narxdagi mana shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, ukalarimizga murojaat qilasizlar. Bizga aytishadi, arzon qilib berasiz, ukam. Xo'p bo'ladi. Boringizga shukur, sog' bo'ling.